endi beryapti endi men bunisi deganim yo'q opa, men ko'tarilmayapti-yu. Shu gap tiqashlarda iloji yo'q. Gap tiqashlar. Yemayapti demayapman, hozir bola solib sog'lom. Lekin axir rahitni asorati bilan katta bo'lyapti. Oyog'ingiz qiyshiq. O'shaning uchun kelib o'tiribsiz. Endi rahit degan kasallik bor. Rahit. Demak, bu vitamin D yetishmasdan bo'ladigan bolalarda yo'lga kirgandan keyin uni klinikalari ko'nmaydi. Onalar, otalar keyin buvlari keyin bezovta bo'lib qoladi. Ungacha e'tibor bermaydi. U emizganda terlashiga ham e'tibor bermaydi. Soch to'kilsa, yo'l tushsa, irimini qilib eski divonlarda kunidan upoq qilib suyqab qo'yadi, qaychi tekkizib qo'yadi. Mana shunaqa irim-sirim qilib yuradi. U vitamin D yetishmaslikdan kelib chiqadigan narsa. Bolangizda xuddi shu narsalar bo'lib o'tdi. Tushundingizmi? Injiq bo'ladi, qo'rqoq bo'ladi, misol tushib ketsa ham cho'chib ketadi kechasi bilan. Tushundingizmi? Aksariyat shunaqa holatlarda bolalarda oyoqlarida mana shunaqa osmon qiyshiqligi, yo bo'lmasang X-ga o'xshab tizzalar bir-biriga kelib qolishliklar ko'rinib qoladi. Keyin ota-ona yuguraveramiz, oyog'ini ichkariga bosib yuribdi, chalgan yurganda tizzasi urushib bir-biriga yiqilib tushyapti deydi. Tushundingizmi? Ana shu holat sizni bolangizda. Rentgen qildingmi, oyog'ini qilmadingmi? Berchi. Shamollash yo'q, ro'yi normalni. Bola somatik sog'lom hozir. Mana chopib yuribdi, o'ynayapti bemalol. Tushundingizmi? Bitta qon suyutimizda nima aloqasi bor? Kalsiy kiraveradi. Kalsiy kam mana 183. Endi bitta narsa borda, qancha ko'p bersangiz, bir moshina berasiz unga, farqi yo'q. Faqat o'ziga argan keragini olib qoladi, noqonuniy keragini sidik orqali chiqarib oladi. Yo axlat bilan chiqarib oladi. Organizm shunaqa tuzilgan. O'shaning uchun uni bekorga doza deyilmaydi. Shu dozasini berish kerak. O'sha yoshiga mos. Tushundingizmi? Mana tug'ilgandan beri kalsiy ichizaman deysiz. Normaga kelmayapti-yu. Bo'pti. Tushundingizmi? Shuni so'rilishi yo'q. Chaylarda shu so'rilishi yo'q. Organizmda to'xtab qolishligi yo'q. Tushundingizmi? O'shaning uchun bo'ldi, bo'lmadi qilib berilmaydi-da uni. Hammasi bilan ishtahasi yo'q bolaga kalsiy beryapti. Tushundingizmi? Hozir ishtahasi yo'q. Ovqat yemasa. Endi beryapti endi men bunisi deganim yo'q opa, men ko'tarilmayapti-yu. Shu gap tiqashlarda iloji yo'q. Gap tiqashlar. Yemayapti demayapman, hozir bola solib sog'lom. Lekin axir rahitni asorati bilan katta bo'lyapti. Oyog'ingiz qiyshiq. O'shaning uchun kelib o'tiribsiz. Mana quymishlaring sog'lom, chiroyli. Lekin suyakning ichi strukturasida kalsiy yo'q mana. Masalaga kelganda suyakka o'xshagan narsa ko'rinmayapti. Papros qog'ozga o'xshab qoldi. Buni osteoporoz deyiladi. Demak, organizmga tushgan kalsiylar yuvilib ketib, yupqa po'cha bo'lib qolyapti. Endi o'shanda ham ovqat yemagan, maza qilib, sutingni ham ichmagan. Endi bunday qilamiz. Bolangizni oyog'ini ko'rdi. Bir-biriga majbur qilsak kelyapti. Faqat mana ichkariga qilishliklari qolyapti. Tushundingizmi? Endi buni to'xtatib bo'lmaydi. Kundan kunga battar bo'laveradi. O'shaning uchun agar ma'qul ko'rsalaring, korreksiyalovchi gips qilib ham oyoqni boldirdiga qiyshiqlagan to'g'irlab, o'zi 2 yoshdan keyin qilish kerak bu narsani. Endi 2 yoshgacha kutaylik desak, battar bo'lib ketadi. Oyog'ini bunday ichkariga bunday bo'lib kelishini ham bir to'g'irlab, oyog'ini mana egilligini to'g'irlab, mastgacha gips qo'yamiz ikkala oyog'iga. Keyin 3 hafta turadi. 3 haftadan keyin olib, oyoqlari to'g'ri bo'lgan bo'lsa, keyin yurgizmasdan turasiz. Undan keyin yurgizamiz, xudo xohlasa to'g'ri bo'lib ketadi kuzgacha. Shularga dorilar ichkizib turaverasiz mana. Gipsni 3 haftaga qo'yamiz.